erkaklarni quvvatini oshirish, erkaklik urug'ini ko'paytirish uchun 5 ta tavsiyam bor, shuni aytaman. Birinchisi sarimsoq piyoz. Bu o'ziga xos antibiotik. Unda selen moddasi bor, A, B, V degan vitaminlar bor. Mana shuni iste'mol qilib yurgan odamda o'sha erkaklik urug'i ko'payadi. Salbiy toksinlar chiqib ketadi. Mana ikkinchisi bu banan degan mahsulot. Bananda insonda uchun kerakli bo'lgan masalan A, B, C degan vitaminlar bor. Mana shu vitaminlar erkaklik urug'ini ko'paytirishga xizmat qiladi. Buni albatta iste'molda bo'lish kerak. Undan keyingisi o'sha pomidor. Pomidorda likopin degan modda bor. Mana shu modda erkaklik urug'ini ko'paytirishga hissa qo'shadi. Va erkaklik quvvatini jonlantirib harakatga keltiradigan moddalar bor. Va yana bittasi bu qovoq urug'i bilan o'sha bodam, yong'oqlarda har bir erkak buni iste'mol qilishi kerak. Mana shuni iste'mol qilsangiz, unda erkaklar uchun eng kerakli bo'lgan o'sha rux moddasi bor. Magniy bor. Juda ko'p elementlar borki, erkaklik urug'ini ko'paytiradigan mahsulotlarda. Va oxirgisi anor. Anor nima? Anor qonni tozalab, testosteronni ko'paytirishga yordam beradi. Mana shu 5 ta mahsulotni agar doimiy ravishda iste'mol qilib yursa erkakman degan zot albatta sog'lom bo'ladi.